Hozir biz VS Code'ni sozlashni o'rganamiz. VS Code'ni sozlashda o'zingizga yoqqan birorta Chrome yoki brauzerni ochib olib, bu yerga VS Code deb yoziladi. Keyin rasmiy veb-sayt chiqqanda uni ichiga kirib download for Windows ga bosib yuklab olasizlar. Men yuklab olganman. Va bunaqa bo'ladi. Keyin ekranda sichqonchani o'ng tarafini yoki touchpadda ikkita barmog'ingizni teksangiz mana shu oyna ochiladi. Agar Windows 11 bo'lsa, keyin sozdать bo'limiga kirib, papkani tanlab olamiz. Nomini YouTube qilamiz va buni VS Code'ni ichiga tashlab olamiz. Tashlagandan so'ng bu yerda fayl yaratish mumkin. Hozir extensionlarni yuklashni o'rgataman. Eng kerakli extension bu Live Server. Mana shuni install qilib olasizlar. Va bu yerda Go Live degan tugma chiqadi. Chiqib bu yerdan mana index.html deymiz. Papka ochildi. Keyin esa Shift 1 deb bossalaring, bunaqa narsa chiqadi. Keyin Enter bosib HTML boshlang'ich kodlarni chiqarib olish mumkin. Yana bitta live hack o'rgatib o'taman. Papkalarni ulash. HTML JS faylni yaratamiz. Va style css index.htmlda script orqali index.jsni ulab olamiz. index.js ulamiz. Keyin esa qayerga kirib endi style css ulaymiz. Style css href style tashib ketaman. Style sheet bo'ladi bu yerda. Tayyor. Kodlarimiz natijasi qanday chiqadi deb aytsangiz, h1 yozib olamiz. YouTube Go Live tugmasi turadi, bu yerda bosamiz. Bir oyna ochiladi. Mana YouTube degan yozuv turibdi. Konsol qayerda ko'rinadi? JavaScript kodlarimiz natijasi qanday ko'rinadi desangiz, F12 tugmasiga bosamiz. F12. Mana bu yerda konsol turadi va mana shu yerda chiqadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.